Assalomu alaykum hammaga. Men mana shu bitta murojaat bilan chiqdimda, gazlar ko'tarilib, yo'l kira haqqi ham bir 2000 dan qo'shilib ko'tarilib qoldi. Shaxsan Oltiariq tumanida, ana shu Oltiariq yo'nalishi, Bo'ro'liq yo'nalishida yo'l kira 7000 bo'lib qolib, men yo'l kiradan olib shu murojaat faqat yo'l kira haqida emas, ularning ham tirikchiligi bor, kimdir arendaga minib bola chaqa boqyapti. Men uni gapirmayman. To'g'ri, mashinasining rasxoti bor, nimasi bor. Shunga yarasha shu yo'l kirani ko'tarishibdi. Shopirlar talab qilib, xalqdan nima qildi? Bitta narsani so'ramoqchiman ulardan. Mana shu yo'lni borib, shu ko'rsatib ketyapman. O'zim davomadimda. Mana shu yo'lni ko'rsatib ketyapman. Mana shu hozir Bo'ro'liq tomonga ketyapmiz. Oltiariqdan Bo'ro'liqqa qaytyapmiz. Shu Bo'ro'liq qishlog'imizning sentri bor, sentrida shu kirakashlarimiz ishida turishadi. Ashitdan boshlab to Eskarab mol bozori bor-ku, o'shani oldigacha ag'ir Rishtondan keladigan yo'l. O'sha yergacha bor. Mana shu yo'l voобще talabga javob bermaydi-da. Mana shuni ham bir gapirib chiqinglar, bir o'rtaga tashlanglar. Men Yangarab bilan Bo'ro'liq bitta bo'lib shopirlarmi? Qarang, mana shu yo'l shu Bo'ro'liq sentridan boshlab to shu Eskarabgacha shunaqa ahvolda. Voобще mashinani bir to'g'ri normalni haydab ketaman desangiz, xadovoy qilishga to'g'ri keladi-da bir haftada. Shuni ham bir o'rtaga tashlanglar demoqchiman. Bir ta'mirlab, bir yaxshi Eskarabdan ag'iz zo'r. Qaranglar. Bu Yangarabning ichi, Bo'ro'liqning ichi voобще ta'mirga talabga javob bermaydi-da. Ahvol chatoq, yo'l chatoq. Nima qilish kerak? Shuni ham bir o'rtaga tashlanglar.